Yana hali o'zidan baquvvat bolalar bilan urushib yoradigan oshnam haqida-da. Aytayapman-da, men kelinchi ishtangiz hozir yana kim bilan urushdingiz? Hali paypag'idan Rolls-Royce keladigan bolalar bilan yana urushib qo'ydingizmi desam, "Ha, yo'q, nimaga osna?" deydi. "Mot telefon qilishyapti do'st." "Ha, telefon qilsa olmay qo'ying." Mikrovolnovkamga qilishyapti dodir. 7 ta 0 ekan nomeri. Kim bilan urushding yana? "Ha, 7 ta 0 dan cho'chish kerak emas, u oddiy raqam u." Pulga sotib olsa, 7 ta 0 raqamda emas, harfda yozilgan. Dodir, tushunyapsan qanaqa odamlar bilan urushayotgan edi bu. Oshna hozir 2 Damas odam keladi oldimizga. 2 ta Damas ko'tarib kelishadi, Damas ichida kelishmaydi. Nima qilamiz hozir? Yo'li bor, oshna yo'lini topamiz deydi. Yo'lini topamiz, to'g'ri. Asterixmi, Obelixda haligi damlamasidan zakaz qilishimiz kerak. Ashunda bir eplab chiqib ketsak bo'ladi. Boshqachasiga yo'q iloji. O'zingni o'lganga solishni bilasan, men bilaman. Oshna deydi, men bilar edim deydi. Umar Hayyom o'zi to'g'ri aytgan. To'g'ri kelgan odam bilan qorin to'ygizgandan yakka o'zing ochayotganing yaxshi deb beryapti. To'g'ri kelgan odam sensan bu dunyoda. Bor bekin